Bugun sizlar bilan lazer asosan qanaqa qismlardan tashkil topgan, shu haqida gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin sahifamga o'tib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu menga keyingi videolar uchun motivatsiya bo'ladi. Agar shu qadamni qilgan bo'lsangiz, videoni boshladik. Birinchisi va asosiysi bu energiya manbai, ya'ni istochnik. Istochnikning vazifasi lazer uchun kerakli bo'lgan energiyani yetkazib berish. Ikkinchisi optik yo'l. Bu elektr manbadan chiqqan lazer nurini saplogacha yetkazib berish vazifasi. Uchinchisi boshqaruv kompyuter blogi. Bu orqali lazer kerakli zadachani chizmani qabul qilib oladi. To'rtinchisi esa lazerni kesishga yordam beruvchi gazlar hisoblanadi. Bular metal bilan reaksiyaga kirishib yoki kirishmasdan qalin metallarni kesishga va toza kesishga yordam beradi. Video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada keyingi video mavzusini yozib qoldiring. Eng yaxshilarini tanlab, keyingi videolarda chiqarishga harakat qilaman. Sizlar bilan Sense texnolog va ijodkori Sirojiddin Sevarov bo'ldi.